Ispay sharsharasi ro'parosi pastimizda biz esa dengiz sathidan 3350 metrda va mana bu joy bilan tanishtirib o'taman. Bu joy nomi sirk. Nima uchun bu joy nomini sirk deyshadi? Chorsuvda sirk bor bilasizlar va tashqarisida emas, ichini ko'z oldingizga keltiringlar. O'rtada manej bo'ladi. Mana maydon. Bu yerda ham o'rtada maydon va o'rindiqlar yoki tribuna sirkda, Chorsuv sirkida va boshqa sirklarda mana bunday ko'tariladi. Va bu yerda ham qarasanglar, xuddi manejga o'xshab baland tog'lar sekin ko'tarilib dumaloq shunaqa manej qilib qo'ygan. Shunaqa joylarni ko'rib qolsanglar, bu sirk deydi. Har bitta sirkga kelayotganingizda perival bo'ladi va mana bu perivaldan keldik. Mana cho'qqilarni ko'rasizlar, u yerda boya ko'rsatdik manej, mana bu yerda cho'qqilar yo'q. Pastimizda Ispay sharsharasi hozir. Va mana bu yerda ozgina shunaqa darvozaga o'xshagan joy, buni ruschada alpinizm tilida bunisi sirk, bunisi perival. Bu perival nomi IAF, Institut yadерной fiziki. Nima uchun IAF deb so'rashingiz mumkin? Perivalga odatda yoki cho'qqiga kim birinchi chiqqan bo'lsa, qachonlardir ana o'shani nomini beradi. Qachonlardir Sovet davrida mana shu perivalga yo'l topib birinchi kelgan Institut yadерной fizikini xodimlari yoki o'sha yerda o'qigan studentlar. Masalan, Everest cho'qqisi ham bu cho'qqini nomi emas aslida. O'sha birinchi marta chiqqan odamning familiyasi, ismi. Mana shunaqa sizlarga qiziqarli ma'lumot bo'lishi mumkin.